Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan Finance Muallim va hammasi moliya haqida kanalda yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi darsimiz amaliy mashg'ulot bo'lib o'tadi. Biza Kaplan statistikasini 14-bo'limi, ya'ni trial balance, errors va suspense account mavzusini ko'rib chiqdik. Endi shunga doir misollarni yechish orqali bilimimizni yana ham mustahkamlab olamiz. Darsimizda rejasi an'anaga muvofiq birinchi bo'lib SSA Study Hub'da quizlar ishlab chiqamiz. Undan keyin BBP Revision Kit'dagi misollar ishlab chiqamiz. Bitta jihat BBP Revision Kit'da har bitta mavzuga alohida bo'lim qilib bergan, ya'ni trial balance ga alohida, suspense account ga alohida va errors ga alohida. Ularni alohida ko'rib chiqamiz va oxirida Kaplan Exam Kit'dagi misollar sizlarga uyish bo'lib qoladi. Va Kaplan Exam Kit yoki BBP Revision Kit kitoblarini quyidagi Telegram kanalim orqali topsanglar bo'ladi. Endi bir boshdan boshlaymiz. Study Hub quizdan boshlaymiz. Mana birinchi misol. Sam has been reading about the purpose and principle of producing a trial balance. Ya'ni Sam trial balance maqsadi haqida o'qiyotgan ekan. Endi aytayapti, which of the following statements about the trial balance is not correct? Ya'ni quyidagi gaplardan qaysi bittasi to'g'ri emas? Ya'ni bu yerda not correct degani not degan katta yozib qo'ygan yoki wrong deyapti yoki false. Birinchi option, there is a legal requirement to produce a trial balance. Birinchisini o'zida chiqdi. Ya'ni legal requirement, ya'ni hech qanaqa qonuniy talab yo'q trial balance tuzishga. Ya'ni buni tuzsa yaxshi, bilib oladi. Masalan, hamma debitlar, hamma kreditlarga to'g'ri kelyaptimi, qayerda xato bor, shuni topishga yordam beradi, lekin hech qanaqa qonuniy jihatdan trial balance tuzish shart degan hech qanaqa qonun qoida yo'q. Shu kompaniyalar shunaqa tuzsin degan majburiyat yo'q. Keyingi ikkinchi savolga o'tsak, Really runs his own business, keeping records of sales and expense only. Total sales invoice for the year were 320,000, on which he made gross profit of $80,000. Aytayapti, Really o'zini biznesini yuritar ekan va faqat sales, ya'ni sotuvlar bilan expense xarajatlarni yozib borar ekan. Umumiy sotuv, ya'ni sales $320,000 bo'libdi va bundan u gross profit, foyda 80,000 foyda qildi. Ya'ni gross profit bu revenuedan expense, ya'ni cost of goods sold, ya'ni costni ayirganda kelib chiqadigan profit edi. So'rayapti, which of the following is the cost structure used by Really? Ya'ni quyidagilardan qaysi bittasi shu Really foydalangan cost structure deyapti. Ya'ni nimada hisoblangan? Margindanmi, markup-danmi? Bitta bu yerda shpargalka. Agar margin bo'lsa, margin bo'lsa sales 100% deb olinadi. 100%. Agar markup bo'lsa cost, ya'ni COGS, cost of goods sold, ya'ni shu себестоимость deymiz, tannarx 100% deb olinadi. Mana o'shanda bizda shuni so'rayapti, ya'ni marginni hisoblaganmi, markupdanmi deyapti. Foydasini mana yozsam hamda sales 320,000. Hamda COGS bo'ladi, ya'ni cost of goods sold, ya'ni tannarxi, buni hozir topamiz. Va bizda gross profit bo'lyapti. Bu yerda gross profit 80,000. O'shanda bizda mana 320 dan 80 ni ayirsak 240 bo'ladi. Ya'ni 240 bu tannarx bo'lyapti. Endi birinchi opsionni qarasak 20% margin deyapti. Keldi, shuni ishlab ko'ramiz. Ya'ni A option 320, ya'ni margin deyapti. Marginda sales, ya'ni mana shu sales 100% bo'ladi. Agar bu 100% bo'lsa 20% bizda o'shanda 20% 80,000 bo'lishi kerak. X deymiz. Bu yerdan hisoblasak 320,000 ni 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak bizda 64,000 kelib chiqadi. Ya'ni bu xato. Endi B optionni qaraymiz. B optionda markup 20% deyapti. Ya'ni bu yerda cost of goods sold, ya'ni себестоимость 100% deb olinadi, ya'ni 240,000.
240 ming 100% deymiz va buni 20% topamiz. 20% hisoblasak, 240 mingni 20 ko'paytirib 100 ga bo'lsak, bizda 48 ming kelib chiqadi. 48 ming, 80 ming emas, yana noto'g'ri. Значит, markupda ham emas ekan, 20% da ham emas ekan, 20% marginda ham emas ekan. Endi C option kelsak, margin deyapti, ya'ni sales 100% deb olamiz. Ya'ni sales bizda 320 ming edi. 320 ming 100%, bu yerda 25% x. Hisoblasak, bizda rovni 80 ming kelib chiqadi. Ya'ni option C to'g'ri bo'ladi. Ya'ni margin 25% hisoblangan. Mana endi keyingi 3-misolga o'tsak, 3-misolda aytyapti, 2007-yil 30-iyunda 74 ming bo'lgan ekan va 1-iyul 2006-yilda 62 ming bo'lgan ekan. Net asset deyapti. Net asset degani, ya'ni bu capitalga, ya'ni equityga sinonim bo'lardi. Ya'ni bu yerda closing bilan opening beryapti. Mana 2007-yildagi bu 74 ming closing bo'lyapti va 1-iyul 2006-yillik balans bu opening bo'lyapti 62 ming va yil davomida 11 ming biznesdan olgan, ya'ni drawing amalga oshirgan biznes egasi va 2 ming shu subscription, ya'ni qanaqadir abonementskiy nimadir olgan, sotib olgan. Ya'ni sport klubga ekan. Ya'ni sport klubga o'sha 2 ming yillik to'lov amalga oshirgan. Endi savol so'rayapti, what was the profit made by the business for the year ended 30th June 2007? Ya'ni yil oxiriga biznes foydasi qancha? Bu yerda o'sha strukturamiz, ya'ni proformamiz bor edi. Ya'ni opening balance, ya'ni opening capital. Opening capital bizda 62 ming. 62 ming. Va bunga qo'shardik capital addition. Bu yerda hech qanaqa capital additionga informatsiya berilmagan. O'shanda bizda faqat drawing bor. Drawing, ya'ni 11 ming ayiramiz biznesdan ketgan va 2 ming bu yerda yana o'sha annual subscriptionga to'lagan. Va proformamizda keyin retained earnings, ya'ni retained earnings qo'shilardi. Ya'ni shu profitni yig'ilib borilayotgan, o'sha profit for the year retained earnings qo'shilardi. O'sha retained earnings umumiysi shu capitalga qo'shilardi. Mana bizda x, ya'ni noma'lum bo'lyapti. Ya'ni retained earnings yoki agar sole trader bo'lsa, business turi profit bo'lardi. O'shanda bizda closing capital kelib chiqardi. Bizda shu closing capital berib qo'ygan 74 ming. Endi shuni tenglama qo'ysak, bizda shu 62 ming minus 13 ming, 11 mingga 2 mingni qo'ysak 13 ming bo'ladi. 13 ming va plus x deydigan bo'lsa, return earnings, ya'ni profitni, o'shanda bizda 74 ming kelib chiqishi kerak. 74 ming. O'shanda bizda x ni bitta tarafga o'tkazib olsak, o'shanda 74 ming minus 49 ming bo'ladi. O'shanda x topsak, bizda 25 ming kelib chiqadi. Ya'ni option C to'g'ri bo'ladi. Mana endi keyingi 4-savolga o'tsak, 4-savolni so'rayapti. Which two of the following items will appear in the trial balance as debit balance? E'tibor bering, ya'ni two deb qo'yadi. Bir xillarda qaramasdan o'sha bitta option talab etish mumkin ekzaminda va debit balance deyapti. Quyidagilardan qaysi bittasi trial balance debit tarafda yoziladi? Share capital bu kreditda yoziladi. Ya'ni capital, ya'ni equity accountli normal credit balance edi. Prepayment bular asset hisoblanardi va bular debitda yoziladi. Va to'g'ri B variant. Va tax payable bu liability va bu credit balance va sales return. Ya'ni sales o'zi credit balance edi, ya'ni income kreditda oshardi va uni teskarisi, ya'ni reversali sales return debitda foydani kamaytirardi. Ya'ni option B bilan option G to'g'ri bo'ladi. Mana endi SSS jihatda oxirgi 5-savolga keladigan bo'lsak, savolda aytyapti, omborda yong'in bo'lgan, ozgincha o't ketgan va buni oqibatida shu ba'zi bir inventory, shu zaxiralarga zarar yetgan.
Va quyidagi informatsiya berilgan bizga. Shu oy boshidagi va salesli, purchase va qolgan inventory, ya'ni zaxira. Va sales qilinganda 30% gross profitda hisoblangan. Va biz savolda so'rayapti, what is the value of the inventory lost? Ya'ni zarar yetgan, mana shu aytdim, destroyed deyapti. Some inventory. Ya'ni o'sha qanchaga tushgan zarari. O'shani hisoblashimiz kerak. O'zi mana COGS, o'zi cost of goods sold qanaqa hisoblanardi? COGS. Biz shu opening inventoryni qo'shardik. Opening inventory va unga purchase qo'shamiz. Ya'ni purchase addition yana olingan raw materialslar va undan closing inventoryni ayirardik. Closing inventory ayiramiz. Shunda bizda COGS, ya'ni tannarx kelib chiqadi. Endi bizda carriage inward, carriage outward berilmagan, ya'ni transportation costlar faqat shuni o'zi. Mana opening inventory 128 ming bo'lyapti. 128 ming bu qo'shiladi. Undan keyin purchase 275 ming. 275 ming bu opening inventory qo'shiladi va closing inventoryni ayiramiz. 87 ming. 87 ming. Shuni ayirsak, bizda COGS, ya'ni cost of goods sold 316 ming kelib chiqadi. 316 ming. Endi gross profit da hisoblagan, ya'ni bu yerda sales amalga oshirilgan. Sales 345 mingga. 345 ming. Ya'ni gross profit deyapti, ya'ni bu marginda hisoblagan, ya'ni bu 100% deb olingan. 100%. Ya'ni 30% 30% bizda gross profit 30% ni hisoblasak bu 70 ming bo'ladi. 103 ming bo'ladi. 103 ming 500. 103 ming 500 bo'ladi. Va o'shanda bizda COGS, ya'ni cost of goods sold shu 70% bo'ladi. Bu ayirsak 241.500 bo'ladi. Ya'ni mana 241.500 sotilgan bo'yicha, ya'ni bunda zarari ham ko'rilgan. Shuning uchun 30% gross profit deb olingan. Mana 241 ming deb olinganda, o'zi aslida mana 316 bo'lish kerak edi. Ya'ni buni ichida 241 ming ichida shu closing inventory bor va bunga zarar yetgan. Shu qancha lost? Ya'ni so'rayapti-ku, what is the value of inventory lost deb. Ya'ni o'shani valuesi lost qilingani sotuvda ko'rilgan. Va mana shuni ikkalasini difference'ini olsak, ya'ni 316 ming 241 ming 500 ni ayirsak, bizda 74 ming 500 loss kelib chiqadi. Ya'ni option D to'g'ri bo'ladi.